doktorxonaga bordik. Bola bak qizitib ketdi ekan. Shunda doktorxonaga borgandan keyin doktor bir qon tekshirib o'qigandan keyin kirib kirgan vaqtimizda dori ichib berdi doktor. Dori ichgan vaqtda qarasam bununla asosan konşun suyu içipti. Mesela müşahlık aytış doğrularını. Lekin men doktor olmam sebebinden men bu tekşiriş neticesini koygan vaqtimda bu bala pindu ekan, yani virusdan yuqumli ekan. Qizitma adeti virusdan mı bo'ldi, bakteriyadan mı bo'ldi. Lekin bizda aytgan konşun suyu degan dori, yani shu yolliq aytırgan bu xil dorilarningki adeti virusga nisbatan ancha cho'ng unum bo'lmaydi. Bu asosli bakteriyaga qartilgan dori. Andan keyin men bu doktorningki bu qilib bir xil bema'ni bilnashdi. Chunki bu dorininki bu xil mesela bu bakteriyani o'tiradigan dorininki hargizmi virusga nisbatan alayhi unum bo'lmaydi. Shunga men chiqib ketgandan keyin bu bolaninki qizitmasini bir amallarni yondirdik. Men shunga mush tajribam bo'yicha sizlarga oilada foydalanib bo'ladigan eng oddiy rasm deb beraman. Odat qizitib qolgan vaqtda cho'qim dori ichishim kerak degan bir xil xato qarash bor. Buning to'g'ri yo'llari bor, lekin mutlaq ko'p qismlarda sizlarningki qismlarniki to'g'ri hojat bo'lmaydi. Masalan, bizning kunda turmushimizda uchraydigan biz nazardan alay saqit qilib o'tgan bir dorimiz bor. U nima degan vaqtda suv. Yani qaynoq suv. Odatda qizitib ketgan vaqtda nima ish qizdi degan vaqtda bu immun sistem sababli bo'ldi. Odatda mush badan qizib, masalan, shu bizning normal temperatura o'lib ketgan temperatura, masalan, biz qiziq tayqan badan temperaturasi odatda bizning badanimizga kirgan shu virus bakteriyalarningki o'lishiga foydali bo'lgan bir xil temperatura bo'ldi bu. Shunga odatda biz dorini ichib olgan vaqtimizda ko'pincha biz ichib olgan bu dorilar sizlar o'ylaysizlar bizning badanimizga kirgandan keyin badanimizda tomolda yiqib tushirib mush mesela mush viruslar bilan ilishidi yoki mush bakteriyalarla ilishib buni o'ttirib deb o'ylaysizlar. Amaliyotda ko'pincha bundan o'ylaydiq. Ko'pincha alaylik nima degan vaqtda sizlarniki qizitayotgan qizitmalarni tuvaltib qo'yishdan bo'ladi va lekin badanlardagi bakteriya viruslar bilan o'zinglarning badanidagi ichki qismidagi immun sistemasi kurash qiladi. Hargizmi sizlashayotgan dori emas. Bu xuddi nimaga o'xshaydi deganda, masalan, uyga o't ketgan bo'lsa, masalan, jingbovchi deymiz. Masalan, shu o't ketganlikning signalini beradigan bir uskunamiz bor. Bu saraydi odatda. Bu xuddi bu dorini ichib olganimizning o'zi xuddi kelib shu o'tdan masalan shu mudofaalanish uskunasining sarayotganini o'chirayotganga o'xshash, o'tni o'chirgan bilan emas. Demak, bizning badanimiz asosligi allabirun bakteriya viruslar bilan jang qilmoqdan yoki ishqalati bo'ldi. Dorining ko'pincha faqat sizningki badaningizning qizitmasini tuvaltadi. Amaliyotda bu xil qiziqlik nima dedim, asosligi bu xil bakteriyalarning badanimizga kirgan shu ziyonli virus bakteriyalarningki o'lishiga yoki ko'paymasligiga nisbatan nima desanglar, masalan, shu o'lishiga nisbatan foydali bo'lgan bir muhit bilan ta'minlaydi. Shunga buni bular tuvaltishning o'zi toza to'g'ri emas. Shunga endi buni qanday tuvaltimiz degan vaqtda, masalan, bundan burun dori yo'q deb dori otadimi, bu odamlar qizdigan ham qizitmasi tushgan. Unda eng oddiy amallardan kiramiz. Amaliyotda bu xil amallar sizlar bunchalik qiziqmaysizlar, lekin foydasi bor. Yani bizim kunda turmushimizdagi biz unutib qolgan birinchi dori nima degan vaqtda suv, ya'ni qaynoq suv. Odatda qaynoq suv degan vaqtda men sizlarga buni bak kasb emas oddiy nuqta degan vaqtimda masalan siz suvni ichsizlar, masalan ko'proq ichimiz. Ko'proq degan gapning o'zi, masalan biz odatda bir 2-3 o'tlagan bo'lsak, yoki bir stakan ichgan bo'lsak, odatda qizitib qolganlarga nisbatan bu qaynoq suvning miqdorini ko'paytirish kerak. Masalan, bir stakan yoki bir china degandekni bir ichish kerak. Aynan degan bunday ichgan vaqtda uzoq o'tmaydan bu odamda kichik tarat paydo bo'ldi. Ya'ni kichik tarat qilish, ya'ni qaynoq suvni ichish, kichik tarat, ya'ni ko'p holatda qaynoq suv ichib, kichik tarat qilib qolgan ko'proq kichik tarat qilib qolgan vaqtda odam badanidagi masalan shu viruslar bo'lsin yoki viruslardan shakllanayotgan axlatlar bo'lsin, masalan shu immun sistemasidan mushkul bakteriya virusningki mush jangida asqilaq axlatlar badandan sirtiga intan tez suratda chiqdi-da. Chiqayotgandan keyin, ya'ni badanda bu xil viruslar muayyan darajada qo'yilib saqlanmagan vaqtda, ya'ni odamning badanidagi qizitmaniki tez yenishiga nisbatan foydali bo'ladi. Ikkinchisi nima degan vaqtda, masalan, shu odam qizitgan vaqtda ta'laydi. Ta'lagan vaqtda odam badanidagi masalan teri qismida ko'p miqdorda suv bo'ldi. Bu badanning ichki qismidagi suv badanning sirtiga chiqayotgan sababidan odamda tez mag'dursizlik ahvollar bo'ldi. Shunga bu vajidami masalan qaynoq suv ko'p ichib bergan vaqtda bizning mag'dursizligimizni o'ngshashga nisbatan foydali. Ya'ni biz to'sh deymiz, badan suvsizlangan vaqtda biz bundan chiqib ketishimiz kerak. Suv to'lqab berishimiz kerak. Undan sirt ya'ni degan vaqtda bu badanimizga kirgan suvningki, masalan badanimizda hozir suv qiziq, odam badanining mutlaq ko'p qismi 80% suv, odam suvdan tuzildi. Demak, bu qiziq suvlar biz ishlarimiz badandan sirtga chiqib ketdi. Biz yangidan temperaturasi tuvan bo'lgan suvni ekirdik. Demak, badandagi suvning almashishi tez bo'lgan sababidan qizitma qanday qilgan vaqtda
tez yanadi. Shunga suvning roliga sal qaramanglar. Bo'lsa, mush qaynoq suvni ko'p ichib berish ham ko'p ichish orqali qizitmani eng unumli holatda tushugili bo'ladi. Ikkinchisi degan vaqtda putini suvga berish. Putini, ya'ni masalan shu normal temperaturada masalan sizga bir 20-30 gradus atrofidagi suvga chilab o'tirib berish, undan keyin masalan 20 minut, yarim soat vaqtdan bu suvni almashtirib, shu holatda o'tirib berishning o'zimi badan temperaturasini ko'taradi. Chunki odam badanining normal temperaturasi 36.3 dan 37.3 bo'ldi. Odatda biz qizitma davom qilamiz, odatda 37 ning usti, ya'ni 38 bo'lganlikni biz tuvan temperaturlik qizitma deymiz. 38 dan ishib ketgan 39 ning orasida bo'lganini biz odatda biz o'rta darajadagi qizitma deymiz. 39 dan 41 gacha bo'lganini biz odatda yuqori temperatura deymiz. Demak, odatda mana suvni biz 20-30 gradusga qilgan vaqtda issiqlik odatda issiqlik energiyasi yuqori bo'lgan o'rindan issiqlik energiyasi tuvan bo'lgan o'ringa yutkildi. Demak, bizning badanimiz qiziq, suv badanimiz nisbatan sovuq bo'lgan sababidan issiqlikni qanday qilganida bu suv simirdi. Mush orqali qanday qildi degan vaqtda badanninki qizitmasini tez suratda tushirgili bo'ldi. Ana undan keyin nima degan vaqtda, masalan, spirt degan vaqtda spirtninki o'rinlash, parlanish roli bor. Shunga odatda peshoniga, masalan, chek taraflarga masalan spirtni surkab berish, undan keyin masalan shu qo'limizning alqon qismlariga, alqonlarga, mushalarga, undan keyin putninki tiqim taraflariga spirtni surkab qo'yishmi, odatda mush badandagi ko'p miqdorda issiqlikni qanday deganida o'rinlash orqali badandan sirtga ilib chiqariladi. Müşahede bir narsa qilganlar, bak ziyoda chunkab qo'yishdan saqlanish kerak. Buni bu xil qilganlar badandagi issiqlik taqlama sababidan odatda bu taxamut qizitmasi o'lib ketgan hollar bo'ldi. Bu normal bo'lish kerak. Undan keyin bu odamlar ko'pinchisi masalan qizib ketgan odamlar tanlaydi. Tanlagan vaqtda masalan bolalarga nisbatan, masalan kichik bolalar qolgan bo'lsa, o'xshash ikki narsani tavsiya qilaman kichik bolalarga nisbatan. Birinchisi onasi emitish kerak. Masalan, emtihon bolalarni aytamiz qo'y, emitib berish kerak. Chunki odatda onaning badanida biz county deymiz, ya'ni kasallikka qarshi turuvchi moddalar bo'ldi. Demak, bu xil narsa odatda masalan onaning suti orqali, masalan ona cho'nglasharganda bu xil badan atrofidagi nurg'unlagan kasallarga yuqumlanib qolgan badanda bu xil kasallikni to'naydigan oldi burun nimchaklanib qolgan deb countylar shakllanib qolgan bo'ldi. Demak, bu county onaning tenidan masalan shu orqali bevosita bola oziqni olgan vaqtda bolaning badanida, ya'ni shu kasallarga nisbatan qarshi turadigan nima bor deganida countylar asli bo'ldi. Ya'ni bolalarning immun sistemasi tez ko'tarildi. Ikkinchisi nima deganida bolalarni o'xshash surtib berish, masalan shu masalan lungini normal temperaturadagi masalan suvda yuvib bo'lgandan keyin ching siqilib bolalarning badanini surtib etib turish kerak. Odatda yotqizib qo'yadigan bir ahvol bor. Yotqizgan vaqtda masalan biz o'ng yasak, dumi tarafimiz qattiq isilib bu taraf qanday qilmaydigan vaqtda issiqlik taqtanmaydi. Shunga buni o'rib turib to'xtamasdan qanday qiladi badanni cho'qim lungida har 15 minutda 10 minutda 15 minut so'g'ariqda bir qatam tez suratda qanday qiladi etib surpasanlar ham yaxshi. Endi keyin masalan mush lungini yo'ldosh orqali peshonasiga qo'yish bu xil narsalarni sizlar obdan bilasizlar. Demak, mushxil usullar orqali aynan keyin ham ketib qo'ygan bir narsa bor, ya'ni mevchiva. Mevchilarni ko'p gapiranglar. Men shu deb qo'yay, har qanday mevaning hatta o'z qo'ygan nima topasanglar bo'ldi. Hatta masalan sizga shu odatda savuz deymiz. Undan keyin masalan tavuz bo'lsin va yoki kerak masalan banan bo'ldi. Nima ko'p uchraydi bizning kunda turmushimizda. Odatda mevalarning har qandaygida, seko'tlarning har qandaygida odam badanidagi yolliqqa qarshi turish iqtidori bo'ldi. Shu bu vaqtda bo'lib vitamin C, undan keyin bunga vitamin E tarkiblik buni bo'lsa baydo qilinglar. Buni hamma narsani tordagi xalqning og'ziga qarab o'tmay baydo qilish orqali atrofinglardagi masalan shu vitamin C ko'proq bo'lgan mevalarni, undan keyin seko'tlarni, undan keyin u yoqlarda saqlangan mahsulotlar bo'lsa vitamin C. Buni yapasanglarmi bu vitamin C niki masalan shunday yolliq qarshi turish rol alaydi ustun bo'ldi. Shunga har qanday meva atrofinglarda bo'lsa, u yoqlarda bo'lsa, qisqa qadam azroq yepasi bo'ldi. Buni hargizmi ochiq qo'yib tashlab qo'yish qolmaydi. Men abay bir narsani dedim, qaynoq suvni ko'p ichish deb. Odatda men ko'p ichgan vaqtda badanda kaliy deydigan bir modda bo'ldi. Bu modda badandan sirtga chiqdi, chunki har kim ichgan vaqtda cho'qim suv yetilmaydi. Shunga ko'p ichgan vaqtda bu kaliy ko'p chiqdi. Shunga odamda bak tiz mag'dursin ketgan ahvol bo'ldi. Odatda buning nisbatan bir ishqital shangjoy yeyilishni tavsiya qilaman. Undan keyin bir narsa nima degan vaqtda qizdiqqa odamlarga nisbatan yemek içmek adeti. Yemek içmek degan vaqtda buningga bak kuchlik, qattiq masalan pola degandek kuchlik tomoqlarni yegizib yotqizib qo'ysa qolmaydi. Chunki bu odam erkak qilmagan sharoitda odatda qo'saq eslab oladigan har xil vazn yo'l sabablikmi badanga nisbatan paytsiz qulaysizlik keltirib qo'yadigan ahvollar bo'ldi. Ikkinchi yana shundan keyinda alohida qilib qo'yadigan tavsiyalar nima deganda uxlash.
bu yerda men herkesim lazima açı suyma degan bunday ketlar qilmayman. Nima insanlar bo'ldi? Tapalığınlarni to'yg'idek yeb, masalan, shu qizib qolgan adama cho'qim yuqorqi men degan ishlarni qilib qo'ygandan keyin uxlash kerak. Chunki biz ko'zimizni ichib uyg'ongan vaqtda bizning badanimiz shu sirtqi dunyo uchun bizni faoliyat qilishimiz uchun xizmat qilgan bo'lsa, biz aram vaqtimizda bizning ichki a'zolarimiz o'zini o'zi remontlaydi. Demak, bizning ichki masalan shu badanimizdagi energiya bizning harakat qiyotimizda qo'rg'an bo'lsa, biz harakatni to'xtatib aram vaqtimizda bu energiyaning ko'p qismi bizning immun sistemamizga ta'minlanadi. Immun sistemamizniki shu bakteriyalar bilan yoki viruslar bilan ilib boradigan shu kurash janglariga nisbatan alohida zarur bo'lgan bir quvvat hisoblanib qoladi. Shunga odatda u qizib qolgan odamlarga nisbatan men dedim, o'rib-cho'rib badanlarni cho'qim hammalarni surtib turish kerak. Inandikin bu aqllar bo'lib qolsa, putlarni uvlash, har xil uvlash. Inandikin masalan shu ana nepizrak keyin orqali bolani o'zining badaniga tekkizib turib emitish. Demak, chunki onaning temperaturasi normal, bolaning temperaturasi yuqori bo'lgan sababdan onaning tenidan masalan shu issiqlikni simiradi. Ondan sonra yani balalarga nisbatan zo'r bexatarlik tuyg'usi ham bir xil ilg'orlik his qildira oladi. Bumi balalarga nisbatan bu xil ruhiy holatni kasallikka qarshi turishda alohida bir xil unumli chora deb qarashga bo'ladi. Ammo yana men tegichi bo'lganlikda masalan shu milliy tibobat yana qanday yaxshi amallarni borligini men milliy tibobat turxansidagi meniki kasbdoshlarim yoki do'stlarim orqali fuqarolar orqali ta'minlayman. Aynan masalan shu jo'ngyicha yana shu davomlagan oila shakli bo'lgan respublikaga qilib qolsa, men shu kasbiy doktorxonada ishlayotgan doktor xizmatdoshlarimdan balki naq maydon so'rab berishim mumkin yoki so'rab ilib men sizlarga deb bersam bo'ldi. Yuqorqi shu ishlatayotgan vositalarni hargiz oddiy ko'rmay, ishlatib beqishinglarni yoki to'xtamasdan ishlatishinglarni umid qilaman. Hech qanday qizitma hargiz misli ma'lum bir narsani ishlashga amatli to'xtamaydi, balki doridan boshqa. Chunki men deb qo'ydim, dori faqat sizning qizitmangiz ham to'kingizni to'sida o'chirayotgan bilan uning ichki qismidagi mikrob bakteriyalar o'yan davomli hislarni badanlarda harakat qilayotgan bo'ldi. Shunga biz immun sistemamizga yordam qilishimiz kerak. Tomoqni imkon qadar topolgan narsamizni to'g'rida kiyib, yaxshi aramagan vaqtda qizitmaning yenishiga nisbatan zo'r darajada rol o'taydi. Agar qizitma shu 39 dan o'tib 40 gradus qolgan vaqtda biz ko'pincha vaqtlarda dori tayinishimiz kerak. Chunki 40 gradus ichib ketgandan mingning faoliyati alay to'sqinlik uchraydi. Bu vaqt odamlarda jo'laydigan, chuchiydigan har xil ahvollar bo'ldi. Bu vaqtda imkon qadar bo'lsa og'riq qolgan kun dori izlamay, dorini masalan bolalarga yoki cho'nglar uchun, masalan yashanganlar uchun oilada alohida saqlab qo'yishinglarni umid qilaman. Men doktor do'stlar, lutfi